Rossiyada ishyoqmaslik uchun jazo joriy qilish taklifi bildirildi. Kelasi yil o'zbekistonliklarning Amerikaga borishi oson bo'lish imkoniyati bor. Rossiyadagi o'zbekistonlik haydovchilar ogohlantirildi. Assalomu alaykum, dasturlarimizni boshlaymiz. Rossiyada ishyoqmaslik uchun jazo joriy qilish taklifi bildirildi. Rossiya Federal xavfsizlik va korrupsiyaga qarshi kurash loyihasi rahbari Vitaliy Borodin ishyoqmaslik uchun jinoiy javobgarlik joriy etish taklifini berdi. Hujjatga ko'ra, ish bilan ta'minlash xizmati tomonidan ish taklif qilingan, lekin hech qanday asossiz sababsiz ishlamaslikka qaror qilgan fuqarolarga 1 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilanishi mumkin. Davom etamiz. Kelasi yil o'zbekistonliklarning Amerikaga borishi oson bo'lish imkoniyati bor. Sababi Amerika Qo'shma Shtatlari 2026-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatiga chipta sotib olganlarga viza uchun suhbat belgilashda ustuvorlik beradi. O'zbekiston esa chempionatga chiqqan, demak o'zbekistonliklar chipta olib, vizani tezroq olishi mumkin. Chiptasiz viza emas. U Amerika Qo'shma Shtatlariga kirishni kafolatlamaydi. U faqat suhbatga tezroq tayinlanishni ta'minlaydi. Siz baribir boshqalar bilan bir xil tekshiruvdan o'tasiz. Yagona farq, siz navbatda oldinga surilasiz, dedi Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Mark Rubio. Rossiyadagi o'zbekistonlik haydovchilar ogohlantirildi. Rossiya hududida milliy haydovchilik guvohnomalaridan foydalanishning amaldagi tartibi o'zgarmoqda. Shu sababli O'zbekiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi ogohlantirish bilan chiqdi. Xorijiy haydovchilik guvohnomalarini tan olish bo'yicha Rossiya qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining amaldagi milliy haydovchilik guvohnomalari bilan Rossiya Federatsiyasi hududida transport vositalarini shaxsan boshqarish mumkin. Shu bilan birga Rossiya Federatsiyasi hududida kasbiy faoliyatni, taksi, yuk tashish, yo'lovchi tashish va boshqalar amalga oshirish uchun Rossiya haydovchilik guvohnomasini olish zarur. Bu esa xorijlik haydovchilarni belgilangan tartibdan o'tishni talab qiladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Sankt-Peterburg rasmiylari ishlash uchun ruxsatnomasi bo'lgan mehnat migrantlariga nisbatan taksichilik va kuryerlik xizmatlarida ishlashga qo'yilgan taqiqni 2026-yilgacha uzaytirishni rejalashtirayotgani haqida xabar berilgandi. Qo'shni Qozog'istonga o'tamiz. Qozog'istondagi yirik yong'inda 12 kishi, jumladan 9 nafar bola halok bo'ldi. Turkistonda yuz bergan fojiada yong'in uyning taxminan 360 kvadrat metr maydonini qamrab olgan. Uy tomi qulab tushgan. Halok bo'lgan bolalarning eng kichigi 2024-yilda tug'ilgan. Hodisada 3 kishi tirik qolgan. Ularning ahvoli og'ir, ammo barqaror. Qozog'iston prezidenti hamdardlik bildirdi. Fojia sabablarini o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzildi. Politsiya yong'in xavfsizligi talablari buzilishi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atdi. Qozog'istondan chetlashmaymiz. Qozog'iston bilan chegaradagi G'isht ko'prik chegara punktida avtomobillar uchun ham yashil va qizil yo'lak joriy etiladi. Bungacha tizim faqat odamlarga amal qilgan. Bundan tashqari postda 16 ta avtomobil va yuk mashinalari uchun alohida yo'lak bo'ladi. Ta'mirlash yakunlangach, chegara postida bir kunda 1,5 ming mashina va 50 mingdan ortiq odam o'tishi mumkin bo'ladi. Tashqi mehnat migratsiyasi tizimi takomillashtiriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevga sohasidagi vazifalar va rejalar taqdimot qilindi. Toshkent shahri Uchtepa tumanida xorijga ishga tayyorlash markazi, Termiz shahrida yagona migratsiya xizmatlari markazi tashkil etiladi. Poytaxtning Yashnobod tumanida xalqaro kompaniyalar bilan hamkorlikda nemis va yapon tillariga o'qitish maktablari ochiladi. Migratsiya xizmatlari raqamlashtiriladi. Tizimga sun'iy intellekt texnologiyalari joriy etiladi. Migratsiya agentligida fuqarolarga tunu-kun tezkor yordam beradigan situatsion markaz tashkil etiladi. Mehnat migrantlarning huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida xalqaro aeroportlarda interaktiv migratsiya infokiosklari o'rnatiladi. Prezident Jinoyat kodeksiga noqonuniy migratsiyani tashkil etish va ko'maklashish uchun javobgarlik kiritish masalasini o'rganishni topshirdi. Yangiliklar bilan sizni Dilshod Umarov tanishtirdi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.